Netflixda xodimlardan soat so'ralmaydi. Ha, rost, bu orzu emas. Ko'p kompaniyalarda xodimni nazorat qilishadi. Nechida kelding, nechida ketding va necha kun ta'til olding. Netflixda boshqacha yo'l tanlandi. Reed Hastings shunaqa dedi. Agar aqlli odamni ishga olgan bo'lsang, uni nazorat qilma, unga ishon. Shuning uchun Netflixda qat'iy ish vaqti yo'q, ta'til kunlari sanalmaydi, odam o'zi mas'ul. Bitta shart bor, natija bo'lishi shart. Agar ish yaxshi chiqsa, qachon ishlaganing muhim emas. Shu sabab Netflixda odamlar qo'rqib emas, erkin fikrlab ishlaydi. Erkin fikr yangi g'oya. Yangi g'oya kuchli kontent. Ishonch bo'lsa, tezlik bo'ladi. Tezlik bo'lsa, o'sish bo'ladi. Agar liderlik va marketing hikoyalari yoqsa, like bos va obuna bo'l.